sotuvda bo'ladi, xudo xolasa. Ekran qarshisiga yaxshilab o'tirib, like-ni bosib do'st birodarlarga jo'natib turasiz. 2-noyabr haftaning yakshanba kuni barchamizga xayrli va barakotli o'tsin. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idan Ibrohim do'stimni xonadonlariga yetib olganman. Xudo xolasa gibrid variantidan mahalliy buqalar barchasidan bor. Batafsil ma'lumot video davomida bo'ladi. Yemoq-ichmoq, dastlabki xizmatlari kafolatlanib olib boramiz. Nafaqat buqacha, balkim xunojinlar ham bugun akalar sotuvda bo'ladi. Videorolikni o'tkazmasdan tomosha qilasiz do'stlarim. Ibrohim do'stim, qanisiz? Ibrohim do'stim, qanisiz? Gaplashyaptilar. Obunachilar telefon qilib savdoni qilishyapti, xudo xolasa. To'g'rimi aka-ukalar? Hasan Husanlar, bittadan like-ni bosib qo'yinglar shunga. Ibrohim do'stim, gapiring bo'ldi. Aka, bir minut. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz ham kuchayib ketdingiz, aka. Qoldi uzr. Joningiz sog' bo'lsin. Zo'rmisizlar? Va xolasa yangi partiya keldi. Soni ko'proq sotib ketib qoldi. Ozgina bor, 20 ta oshkroq mol va 25 taga. 25 ta atrofida buqachanda xunojinlar bor. Hammasi assortiment bor aka. Bittadan like bosib qo'ysin, Oybekizga obuna bo'lib qo'ysin, videolarni o'tkazib ko'rishadi. O'shanda aka mollarni chiroyli qilib zo'rg'ib beramiz. Ibrohim do'stim, narx sindirishingni men bilaman, lekin har galga nisbatan sifatli hamda oyoq qo'lchan buqachalar kelibdi. Buqacha keldi aka. Buqachalar yaxshilari kelibdi, qara. Sen bilan kelishib olaylik. Yemoq-ichmoq nimadan sinovdan o'tdi? Yemoq-ichmoq somondan sinovdan o'tgan aka. Somondan sinovdan o'tgan. 3 kun mol 3 kunda bilinadi aka. 4-kun agar mol yemasa, ichmasa ibn Husan o'sabki berishsan aka. Joningiz sog' bo'lsin, bo'ldi. Yaxshi. Nimadan boshlaymiz? Xunojin buqalardan. Xunojindan boshlaylik aka. Bo'ladi. Birinchisiga shvetidan boshlandik aka-ukalar. Aka. Buni manasi nima deydi? Matkasi. Matkasi. Orqasi aka 10 da emas, joyida emas. Nuqsoni bor. Nuqsoni endi to'g'risini isbotish kerak. Mol aka siyganda orqa bir yarim metr orqamda ko'tarilib kabalaq qiyadi. Tushunarli. Aka yeyadishi bir gapirib aytib qo'yaylik. Bo'yi 1 metr. Lekin to'g'risini aytish kerak-da. Aka mana shu molni misol sog'lom bo'lsa, hech kim chiqadi 10 millionga berib qo'ymaydi. To'g'ri. Narxi aka 9 million so'm, yana o'tib beraman deb qilishsa. Ha, Yem yo'nalishda zo'r bo'ladi aka. Yemlaverishsa, yaxshi ona bo'ladi. Yemlaveraman. 9 million so'mga beraveramiz shvet. 9 millionga o'tib ham beraman yana aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Akalar 9 million so'mga o'tib ham berilaverar ekan, ko'ring. Shaybi shu orqa matkasida ozgina nuqsoni bor. Siyib tushaveradi, lekin qo'pol qilib aytdim. Yeb ichishga, siyib tushishga boshqasi anonsi yo'q aka. Garantiya. Zarari yo'q. Tushunarli akalar. Xudo xolasa, keyingisi. Ko'ring. Bo'y basti qancha buni? Bo'y basti nima deymiz? Bunimi 1 metr dedim aka, 1 metrdan. Bo'yi 1 metr. Tushunarli. Aka mana 95 shveti. 95 shveti mana ko'ring. Oq quloq, oq tumshuq degan variantida mana ko'ring. Hammasini tumshug'ini ham ko'rsatib aytib qo'yaman aka. Tushunarli. Buni qanaqa yakka aytamizmi yo sheriklar? O'zini aytamiz aka. Xo'p, yakka. 7,5 million narxi. Bugun narxlar haqiqatan mashhur mashhurlar arzon qo'ydim. Yengil narx aka. Maqsad sotish, molni soni ko'p aka. Aha, tushunarli. 7 million 500 ming so'm akalar. O'tib beraman, yana o'tadigan joyi bor, telefon qilib. Yana kami bor. Ayt mana qizil ola gibrid deymizmi, nimadir-da mana shu. Greenfordga gibridmi? Greenford Gibrid aka. Gibrid narsa, nimaga korobka holatlari, stoykalari yaxshi kelgan mana ko'ring. Buni. Akalar, mana ko'ring. Mana yilga holatlarni. Xo'p, nima deymiz? Aka buni baland boshqa emas aka. 8 million 500 ming so'mga o'tadigan joyi bor. Bo'ylari 95 dan plus aka. 8,5 o'tadigan joy bor. Ikkalasini shunda 16 ga kelishtirib berasiz. Ko'rim 16 million o'tib beraman. Kelishtirib berasiz. 16 million so'mga kelishtirib berasiz. Bor ikkovini. Xohlasin ikkovini ikkalasi jubolasa aka yana ko'proq o'tib beraman. Tushunarli akalar. Videoga sinchi yo'li bilan tomosha qilaverasiz. Hali bordi deb ketyapmiz. Oshcha maqtab, bunaqa deyish yo'q. Prosta ko'ring, yoqtiring, xudo xolasa savdosini quyidagi raqamlar 24 ga 7 xizmatingizda qachon bu aloqaga chiqaverasiz. Mana stoykani ko'ring. Buni yosh bo'lsa ham, mana orqani ko'ring, mana ikkita taraf suyagimiz. To'rtburchakligi yaxshi. Nima deymiz do'stim? Aka ikkovini rangi ham, qoni ham hamma yo'q, toza yaxshi mol ikkovi ham. Bo'ylari 95 ga bormasa kerak a? 93 shunaqa 93lar. 90 ga olish olsin aka. 90 plus 95 ga yaqin. 90 dan yuqori olish olsin. Ikkovining narxini aka 15 million 500 ming so'mga o'tib beramiz. Rosa yaltiragan mollar ekan akalar. Ko'ring, agar videoda bilinayotgan bo'lsa, mana shu jupi вообще oyoq qo'li ham baquvvat, plus qandaydir istaralida, mayda boqsangiz mol bo'ladi qo'pol aytganda. Ikkalasini 15 million 500 kelishtirib berasiz. O'tib beraman aka.
Tushunarli. Yana o'tib beradigan akalar joyi bor. Mana ko'ring, ketdi. Bir juft joylashgan. Oqlavoq turmush Shveddan aka bu ham. Ozg'irroq, puli qulayroq, dehqonbob variantidan aka. Dehqonbob variantidan. Mana ko'ring. Nima deymiz Ibrohim do'stim buni? Aka 6,5 milliondan bular. 6 million 500 dan 13 million so'm kelishtirib berasiz. Ozgina o'tib beraman. Oz-moz kelishtiradigan joyi bor. Bir yerga olib o'tib beraman aka. Yakkalab olishsa, plyuslari yo'q, 6,5 milliondan xohlaganlarni jo'natib beraman. Vodiy bo'ylab o'tkazib beraman aka. Tushunarli. Endi aka bonusli variantimizga bor. Sizingizda o'zi doim bonus bo'lmasa bo'lmagan. Mana ko'ring akalar. Ha, jonivar Shveddan. Kalla bosh holatlari yomon emas akalar, ko'ring. Bosh qo'ying Ibrohim shuni. Bor jonivar. Mana ko'ring. Nima deymiz Ibrohim buni? Aka buni 5,5 million so'm deymiz. Kimga ma'qul kelsa jo'natar desa yetkazib beraman vodiy bo'ylab. 5 million 500 ming so'm Oshib kami yo'q. beradi. Oshib kami yetib boradi ash pulga aka. Tushunarli. Aqam nuqtalar dastlabkilar bonusdan like bosib qo'yibingizdan shaqqizni eshitsa aka, yarqidan treyljer o'tib beramiz. 25 ming 30 ming 50 ming demaymiz aka. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, xunojillar tugadi. Keyingisi endi buqalar bo'ladi. Xo'p, xudo xolasa buqalar keyingisida akalar. Ular ham aka menda qilari bor, mana. Bu orqasida ekan. Buni holat ko'rsizlar ko'ryapsizmi? Xudo xolasa yomon emas. Kurib olaman degan aka-ukalar, xudo xolasa ekran qarshisiga yaxshilab o'tirib olaverasizlar. Joylashib olaverasizlar, mana ko'ring. Ay jonivor. Olasidan Bu odam suyar mol ekan buni mol. Bor odam haydasa ham qochib ketib qolmas ekan yonidan. aka paroqalim olta, paroqalim o'zi shuna bo'ladi. Odamdan qo'rqmaydi qoladi. Mana ko'ring. Barchasi quloqlarini gittalari nima deydi? Ding ushlab turib. Bunday qilaylik uka. Mana bunday qilaylik. Odamlar buni ko'rmayapti. Bitta shira-shaqa haydaylik ha. Kettas haydaylikda bo'y basti narxini aytaylik buni. Ketdi akalar. Akalar videoni ko'rib turibsiz, qaytarib aytaman. Sifat, holat, oyoq qo'liga e'tibor bering. Yo'q, qani yaqinlashtirib ko'rsam, o oyog'ini ko'ryapsizmi? Stakanti yo'q, dumaloq, yaxshi oyoqdan ekan. Ketdi Ibrohim do'stim, o'tkazaver. Birinchi o'tdi. Mana birinchi qoravoyi. Mana ikkinchisi o'tdi. Ikkinchisi mana ko'ring. Tagi olasiz. Aka 95 dan bularni bo'yi. Qochib turing Ibrohim do'stim, kamera. Uchinchisi o'tdi mana akalar. Haydab o'tkazaveringlar asansyorlar. Bo'yi 1 metrlar ketdi. Bir jup ola qora. Bo'yi 1 metrlar ketdi akalar ko'ring. 5 ta o'tdi ko'ring, olavoylar mana. 5 o'tdi aka. 6-inchisi o'tdi mana. O'tdi mana shu o'tgan ha. Sanab o'tkazing. Chunki sanab tartibi bo'yicha akalar screenshot qilib tashlayverasizlar Ibrohimga. 7 mana. 7 o'tdi mana akalar ko'ring. O'tkaz, ses. 8. 8-inchisi o'tdi akalar ko'ring. Bu yoqda o'tgan buqachalar. Mana 9-inchisi. Bo'ylari 1 metrlar o'tyapti hozir ko'ring. Ay jonim, mana shu o'ta sifatli, chiroyli mol ekan lekin ko'ring. 11 mi? 11 ham o'tdi aka. Mana 12-inchisi o'tdi akalar ko'ring. Ibrohim do'stim, keyingi o'tayotganlar bo'yi 1 metrga yetmagan, adashmasizmi? 13. Buni 14-inchisi. 14-inchisi ham o'tdi akalar ko'ring. Ay jonivor, mana shu ham jaltiragan, ham chiroyli bo'lsa ekan ko'ring. Tut olaman deganlarga tavsiya qilib qo'ygan aka. Bitta tavsiyam bor o'zimga aka. O'ndan bitta chiqadi. Shunaqa. Aka bu mashina, ona qorani, mana qorani. Ya qaytarma tutardi. Akalar, hozir sizga Ibrohim do'stimiz o'zi spesialni tanlayapti. Zamonlar. 5 ta ya tut olaman degan o'nashlarimiz bor-ku. Anani qaytar. Xo'p. Aka. Mana turrovni olishsin. Bo'y vasti 95 sm dan plus turrovga. 95 dan plus variant akalar, ko'ring mana uni. 6 ham kelasi bu. Ko'ch turrovga. Mana ko'ring. Jonivor. 6 dan olishsin ekan, maza qilishadi. Sutga to'yib bir nima deydi? Yaxshi boqib qarab bo'lsa ekan, bo'yi 130 140 ga qarab tushgan no'g'silar. Mana hammasini ko'rib zo'r. Yedi ishtisi sog'lomlikni umuman o'ylashmadim. Qora holatlar o'zi aytib turibdim oldi. Akalar, mana shu mol menga yoqib qoldi. Mana shu bitta odam olsin, maza qilib baraka topaydigan mol bo'ladi, ko'ring. To'g'ri, marashmiki o'ta shustir ekan, lekin mollar bor, vaz o'tib ketyapti, bor oradan. Mana ko'ring. Mana aka. Mahbaqalarini.
Gap bo'lishi Aka mumkin. o'zini olishsa qarang. 11 million 500 ming 700 beraman o'zini olishsa ham. Aha 11 million 500 ming so'm. Ibrohim do'stim 14 ta molga nechi pul narx aytamiz? Aka buni 6 tani birinchi aytay. Xo'p, 6 tasini olishsin aka mana shu molni. Xo'p. Zo'rini yaxshisini ajratib beryapman o'zim aka. Bo'yi nisbatan kichikroq, lekin aka molni sifati a'lo darajada. 6 tani bir joyga olishsa aka 11 million 500 mingdan pul bersa 700 olib beraman aka. 11 million 500 ming so'mdan. Mana shu ko'rib turgan. Bular bo'y basi primerni qanchadan Ibrohim? 95 dan. Primerni 95 dan kelar bo'ylari. Xo'p. 11 million 500 dan yana o'tman berasan. 6 tasini bir joyga bir yerga olishsa aka. 14 tasini olishsin. 14 ta mana kattasi ham boshida mana olalarni, qoralarni qo'shganimiz bor aka. Hay jonivor. Buqa baribir buqada. Bak 6 tani, 12 tani bir yerga olishsin. 4 yil bo'ladi. Ibrohim do'stim, nechta bo'ladi? Jami 14 tani olgan odamga nechi pul 1 bo'ladi? million 300 ga 700 olib beraman, 11,5 dan emas. 11 million 300 dan. Yana kamini qilib berasiz o'zlariga. Aka mana 11 milliondan pul berishsin. Dastlabkasi Surxondaryomi, Qashqadaryomi, O'zbekiston istalgan hududga yetib boradi aka. Vodiyga o'tib beraman yana. Barakasini bersa akalar, shu joyi eng kulminatsion nuqtasi bo'ldi akalar. Mollarda bittama-bitta holatini ko'rdingiz, narx-navosi bilan tanishdingiz. Orasida mana bunday gibrid variantlari, mana bunday korpusi zo'rlari barchasi qo'yig'i suyuq ichida. Qo'yig'i suyuq ichida 11 million so'mdan Ibrohim do'stimdan 11 million so'mdan ketdi aka. aksiya ketdi. Otangga rahmat. Joning sog' bo'lsa akalar. Bitta narsa. Hozir ichida mana molni bozorda 13 million ham bermaydi. Bundaqa 3 ta 4 ta molim bor aka. Bu mana qora. Hop. Aka ularda narxi boshqacha. 12,5 milliondan 3 ta 4 ta molim 12,5 milliondan. Ha, 12,5 millionlik 3 ta 4 ta buqacha bor. Lekin aka 10 millionga ham mol chiqarib beraman ichidan men. Ha, 10 millionga ham chiqarib 10 berasiz. millionga mol chiqarib beraman ichidan. Otangga rahmat akalar. Mana bu adolatli gap bo'ldi. Like bosib, 10 millionga qaysi molni qiziqqanlar aka? like bosib, do'st birodarlarga jo'natasiz. Mana 10 millionga qaysi mol deb qiziqqanlarga mana. Bu ham holati chakana emas. Oyoq qo'llari, uzunlik holati, kalla boshlari akalar. Yomon emas. Hamma yo'q sog'lom aka mollarning. Hammasi 100% sog'lom. Joningiz 10 millionga ham sog' chiqarib bo'lsin. beraman tekta mol aka. Muammo yo'q. Real mollarga Allah telefon qilish olsin aka. 24 soat yuradi o'tib, cho'ntagida pul bor odam telefon qilsa ishi bitadi aka. Joningiz sog' bo'lsin akalar. Bittadan shu gaplariga like bosib, mana bunday cho'rani muhimi ixlos qilib olishingizni so'raymiz akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.